Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Xudo xolasa 2025-yilda sementovoy tega qildirish necha pulga tushadi akalar? Ko'rishlar mumkin. O'ta chiroyli, idealni qilinib turgan ishimiz bo'ladi. Xudo xolasa Namanganda qilinib turgan ishimiz bo'ladi. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin. O'ta idealni qilib berilgan. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin. Betga chiroyli qilib nimalar tashab berilgan, taroqlar tashab berilgan. Xudo xolasa chiroyli qilib, xudo xolasa belanlar ishlab berilgan, chiroyli arkalar tashalangan. Xudo xolasa arkaga yana bitta qo'shimcha betga jalyuzi tashaladi. Xudo xolasa buni ham bitta oxirida ichkarilab bitgandan keyin bitta qo'yib ketamiz. Xudo xolasa bu tomonimizni ham ko'rishlar mumkin. Addinni qilib ketganmiz. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin. Akalar, bu ishimiz Namanganda qilinib turgan ishimiz bo'ladi. Bitta 1 metr narxi akalar 130 ming so'mdan qilib berilgan, kattayu kichigini qilib berganmiz. Bitta belayinda 120 ming so'mdan qilib berdik. O'yinchoq ham har bittasi 120 mingdan bo'ladigan bo'ldi. Xudo xolasa ko'cha fasadni ko'rishlar mumkin. Rasmini ham qo'yib ketaman. Anchagina ochib olgan akalar, ko'rishlar mumkin. Haligi orcha narsa yo'q, orcha detal yo'q. Xudo xolasa chiroyli va idealni qilib berilgan. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin. Uchastkani ko'rkiga ko'r qo'shib turgan narsa. Xudo xolasa shu tiyaga bo'ladi. Xudo xolasa travertin bo'lgandan keyin undan ham ochilib ketadi. Xudo xolasa ichkarida yana ish jarayonlarimiz ketyapti. Ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa ustakamizda bitta aylantirib beryapti. Xudo xolasa tepada karnizlarni yurgizib qo'yibdi. Xudo xolasa baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa hali bitgan yo'q. Hali chistovoylar sepiladi, boshqa bo'ladi. Ancha ishi bor. Yo tomonlarida ko'rishlar mumkin. Patagonniklarni xudo xolasa chiroyli qilib berilgan. Xudo xolasa ko'cha tomoni belan bo'lgan, ichkarida bo'lmagan, ichkarida sal xromiya bo'lishi uchun shunaqa qilib berilgan. Ko'rishlar mumkin. Hali 5 chistovoy holati, bu hali chistovoy sepilgan yo boshqa bo'lgan qirriga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Keyin o'ta idealni qilib olingan. Xudo xolasa bitgandan keyin ham bu chistovoy sepiladi, betga ham, bu tekis devorni o'ziga ham. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin. Haligi tushib ketmaydi deganlar uchun har 15 sm narida degan dublni qoqib, simlarni karkazli qilib o'ralgan. Bu tushib ketmaydi. Xudo xolasa 50 yil garantiya beriladi. Xudo xolasa kamiz bitta yuradi, tepadan ham tushib, porchkani o'ziga ham bitta yuriladi. Xudo xolasa bu tepadagi karnizni betdan ham bitta yurgiziladi, regeldan olib borib taqib, tashqaridagi piyanini ham betga ham tashab beriladi. Xudo xolasa regeldan ochilgandan ochilib ketadi. Xudo xolasa ko'rishlar mumkin. O'ta arkalarim o'ta ideal chiqyapti. Xudo xolasa haligi orcha narsa yo'q, boshqa bo'lmagan. Bitta turbalar katta ekan. Xudo xolasa turbalar ham chiroyli. Kasuvlarni chiqarib, taroqlarni tashab beramiz. Xudo xolasa bitta tekis suvog'imiz ichkari-yu tashqari fasad gidetda bir 500 kvadrat atrofida chiqqan. Xudo xolasa tiyagalarimiz ham xuddi shunday, bir gidetda tashqari fasad va ichkari polnis bitgandan keyin 300 metr atrofida bitadi. Xudo xolasa katta yu kichigini 130 ming so'mdan Namanganda chiqaryapmiz. Xudo xolasa u ko'rgan bo'lsanglar, hali belayinda 1 metri 120 ming, o'yinchoqlarida ham 1 metri 120 mingdan qilib berilgan. Akalar betga eshiklarga ham, derazalariga ham o'yinchoq shart emas deganligi uchun haligi P fasonda qilib berilgan. Betga xuddi ramka bilan bir gapir tursin deb shunday qilgan. Hali bitgan yo'q. Xudo xolasa qirini bitta ko'rib qo'yishlar akalar. Vashye ideal qilib qo'yishgan. Tekis suvog'ini ham o'zligiga qilgan akalar. Yerda 35 mingdan 1 kvadrat metrini